yosh bolalar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni yoritganimizda yuraklar larzaga keladi. Gap shundaki, Farg'onadagi kanaldan 1-2 yoshlar atrofidagi o'g'il bolaning jasadi topildi. Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovni millarga xabar berishicha, bolaning jasadi viloyatning Beshariq tumanidan oqib o'tuvchi ariq ichidan topilgan va darhol tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berilgan. Biz hozir ushbu qayg'uli xabar haqida millar dasturiga ma'lum qilgan va aynan bolakay topilgan kanal atrofidagi qishloqda istiqomat qiladigan murojaatchi ayol bilan suhbatlashamiz. Chamasi o'tgan kuni kechqurunda xonadon egasi огородga suv qo'ymoqchi bo'lganda kanaldan oqib kelgan bir bolakayni o'ligi chiqqan. Ya'ni katta aruvgachon oqib kelgan. Bu odam qo'rqib ketib, mahalla fuqarolar yig'iniga yugurib xabar bergan. O'zim o'sha yoqdan Qo'rg'onchani oldidagi qishloqdanman. Xalqdan eshitgan, ovoza bo'lgan gap so'zlar bo'yicha meni taxminim, olamdan o'tgan bolachani oyisi 2-marta turmushga chiqqan, onasi ham o'zini kanalga tashlabdi degan gap. U ayolam tashladim yoki tashamadimi, u haqida to'liq ma'lumotlar yo'q. Dastlabki tekshiruvlarga ko'ra, bolaning tanasida jarohatlar aniqlanmagan va uning vafotiga nafas yo'llarini suv bilan berkilishi natijasida mexanik asfiksiya sabab bo'lganligi ko'rsatilgan. Insonlarning o'ligi 2 marta yoki 3 marta oqadi bir yilda. Meni bitta iltimosim shu edi, millar ko'rsatuviga, ikkala chetiga bolalar oshib o'ta olmaydigan darajadagi rishotkalar o'rnatib berishsa, kameralar o'rnatishsa, meni iltimosim shu, nazoratga olishsa, bo'ladigan voqealar menimcha kamayardi. Mas'ullar tomonidan chaqaloqning shaxsiga aniqlik kiritish maqsadida rasmiy e'lon berildi. Egnida yozuvli futbol va basketbol to'plari rasmi tushirilgan. Sarg'ish jigarrang jemfer, oyog'ida jigarrang paypoqlari bo'lgan. Ushbu shaxs noma'lum murda haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar berishlari so'raladi. Bolakay nazoratsiz qolganligi sababli kanalga tushib ketganmi yoki uni kimdir tashlab yuborganmi? Bunisi hozircha bizga ham qorong'u. Ushbu savolga qator tekshiruvlardan so'ng javob olamiz.